Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti logopediya yo'nalishi 519-22 guruh talabasi Shukrullayeva Aziza bo'laman. Bugun sizlar bilan artikulyatsion apparat va mimika mushaklari harakatchanligini rivojlantirish texnologiyasi haqida gaplashamiz. Birinchi o'zi boshdagi mushaklarimiz 3 guruhga bo'linadi. Bunda chaynov mushaklari, mimika mushaklari, ichki o'z a'zolarga taalluqli mushaklar, ya'ni yumshoq tanglay, til, ko'zni harakatlantiruvchi, o'rta quloq bo'shlig'idagi mushaklar hisoblanadi. Birinchisi chaynov mushaklarini quyidagilar kiradi. Xususiy chaynov mushagi. Bunga pastki jag'ning tashqi yuzasida joylashgan 3 qismdan iborat, ya'ni yuza oraliq va chuqur tutamlar kiradi. Chakka mushagi. Chakka mushagi bu chakka chuqurchasi sohasidagi asosiy suyak hisoblanib, katta qanotning chakka yuzasidan hamda chakka osti qirrasidan, teppa suyagidan, peshona suyagi pallasidan, yanoq suyagi chakka yuzasiga boshlanib, pastki jag' suyagi sohasiga birikadi. Yatiral qanotsimon mushak, medal qanotsimon mushak ham mavjud hisoblanadi. Keyin mimik mushaklar. Mimik mushaklar 2 guruhga bo'linadi. Bosh va yuz mimika mushaklariga bo'linadi. Bosh mimika mushagiga ensa, peshona mushagi va quloq suprasi atrofi mushagi kiradi. Yuz mimika mushagiga quyidagilar kiradi. Birinchisi ko'z aylana mushagi, ya'ni ko'z kosasi qismi, peshona suyagining burun qismidan, yuqori jag' suyagining peshona o'simtasidan, qovoq qismidan, ko'z yosh suyagi orqa qismidan boshlanib, qosh terisiga birikadi. Ikkinchisi burun atrofidagi mushaklar hisoblanadi. Bunda ko'ndalang qism, ya'ni lateral kesuv tishlar sohasidagi alveolalar bo'rtiqlaridan, qanot qismi, yuqori jag' suyagining ko'ndalang qismi medual sohasidan boshlanib, burun tog'ayining orqa uchiga va burun tepasiga tugaydi. Yanoq sohasidagi kichik mushaklar, ya'ni yanoq suyagining lateral yuzasidan boshlanib, yuqori labning yumshak va terisiga yakunlanadigan suyaklar hisoblanadi. Engak suyagi soha mushagi hisoblansa, pastki jag' suyagining kesuv tishlar sohasidan boshlanib, engak terisidan birikadi. Takabbullik mushagi, ya'ni burun suyagining pastki qismi va burun tog'ayidan boshlanib, qoshlar orasi terisiga birikadi. Yaqinlashtiruvchi, qoshlarni tushiruvchi, burun to'sig'ini tushiruvchi, yuqori labni ko'taruvchi, og'iz burchagini ko'taruvchi va tushiruvchi, pastki labni tushiruvchi, kulgich, lunj, yuqori lab va burun qanotlarini ko'taruvchi mushaklar ham mimik mushaklar hisoblanib, nomlari ishiga mos vazifasini bajaradi. Mimik mushaklari gavdaning boshqa yeridagi muskullardan farqi shundaki, ular teri ostida juda yuza joylashgan hisoblanib, anatomik tekshiruv vaqtida diqqat bilan ishlanmasa, mimik mushaklarni teriga qo'shib kesib yuborish mumkin. Chunki mimik mushaklar boshqa mushaklar singari suyakka birikmay, suyakdan boshlanib teriga yoki teridan boshlanib teriga birikadi. Shuning uchun ham qisqargan vaqtida terini harakatga keltiradi. Yuzning mimika muskullari og'iz, burun, ko'z va quloq atrofini halqa shaklida o'rab, aylanma mushaklarni hosil qiladi. Ko'z, og'iz va burun teshiklari atrofidagi aylanma mushaklar mazkur teshiklarni torayishi va kengayishini ta'minlaydi. Umuman, mimika mushaklari qisqarganda ko'z, og'iz, burun atrofidagi mushaklar mazkur teshiklar turlicha shaklga keltirib, yuzning ko'rinishi, uning simmetriyasini buzadi. Mushaklar odamni tayanch harakat apparatining faol qismini tashkil qiladi va organizmning hayot faoliyati uchun eng zarur bo'lgan harakat vazifasini bajaradi. Mushaklar kimyoviy energiya mexanik energiyaga aylantiruvchi tizim hisoblanadi. Qisqara oluvchanlik ko'plab hujayra turlarida kuzatiladigan xususiyat sanaladi. Biroq bu xususiyat mushak hujayralarida juda yuqori darajada amalga oshadi. Tizim qisqarganida kuch, energiya va issiqlik ishlab chiqaradi. Shunday qilib harakat vujudga keladi. Harakatlar qisqarishi va kengayishi shaklida amalga oshadi. Mushaklar ayni paytda tanani va a'zolarni atrofdagi
dan keladigan tashqi ta'sirlarga qarshi himoya qilib, tayanch vazifasini ham o'z zimmasiga oladi. Mushak holatining baholanishida nerv uzatish tezligi hisoblanishi, refleks ko'riklardan qo'llaniladigan mushakning elektr faolligini yozdirilishga elektromiogramma, ya'ni EMG deyiladi. Hozir biz sizga o'sha artikulyatsion apparatimizni, ya'ni o'sha artikulyatsion apparatimizda joylashgan mushaklarni tanishtiruvchi rasm bilan tanishamiz. Keyin mushak to'qima hujayralari boshqa ba'zi to'qima hujayralariga ko'ra baholanganda ancha uzun bo'ladi. Ushbu shakli tufayli mushak tolasi nomini, mushak hujayrasi nomini oladi. Mushak to'qima hujayralarining po'stlog'iga sarkolemma, sitoplazmasiga sarkoplazma, endoplazmatik to'riga sarkoplazmatik to'r deyiladi. Hujayraning energiyaga bo'lgan ehtiyoji ko'p bo'lgani uchun sarkoplazmadan ko'p sonda mitoxondriya va sarkoplazmator joylashadi. Shuningdek, sarkoplazmada qisqarib kengayish xususiyati bo'lgan bir-biriga parallel uzaygan mikrofibrillar deb ataluvchi tolachalar bo'ladi. Mikrofibrillarlar va miozin deb ataluvchi protein ipchalaridan, ya'ni miofilament hosil qiladi. Aktik bir-biri ustiga spiral shaklida o'ralgan ikkita protein zanjiri hisoblanadi. Har qaysi aktin molekulasida miozin va kalsiy ionlari uchun birikish joy mavjud bo'ladi. Miozin molekulalarining har biri katta sharsimon bosh bilan tugagan, bir-biri ustiga o'ralgan ikki protein zanjiri hisoblanadi. Mushak to'qimani hosil qiluvchi miofibrillar och va to'q sohalarda hosil bo'luvchi tasmasimon shaklda ko'rilsa, kundalang targ'il mushak nomini oladi. Skelet mushaklari va yurak mushagi kundalang targ'il mushak tuzilishida bo'ladi. Miofibrillar tasma shaklini olmagan mushaklar esa silliq mushak deb nomlanadi. Hozir esa odamning skeletida mushaklarimizni tuzilishi va uni qayerdan qayerga birikishini ko'rib chiqishimiz mumkin hisoblanadi. Bizning tanamizning barcha skelet mushaklari bosh, magistral va oyoq-qo'llarning mushaklari chiziqli mushak to'qimasidan iborat. Bunday mushaklarning qisqarishi o'zboshimchalik bilan sodir bo'lmaydi. Mushak tolalari tomonidan hosil bo'lgan qisqarish qismi ikkala uchida ham tendonga o'tadi. Tendonlar mushaklarni skelet suyaklariga biriktiradi. Ba'zi hollarda yuz mushaklar tendonlar teriga to'qiladi. Tendonlar zich tolali biriktiruvchi to'qimadan qurilgan va juda bardoshli. Masalan, pastki oyoqning trapez mushaklariga tegishli bo'lgan kalkaneus, ya'ni tendoni 400 kg yukka bardosh bera oladi va to'rt boshli femoris mushaklarning tendonimi yarim tonnadan 600 kg-gacha bo'lgan magistralning teng mushaklarning tekis paylar cho'zilganda aponevrozlar mavjud hisoblanadi. Mushaklar va mushak guruhlari biriktiruvchi to'qima membranalar fassia bilan o'ralgan. Fassiyalar ham tananing va oyoq-qo'llarning butun sohalarini qamrab oladi va shu sohalarda ko'krak, yelka, bilak, son va boshqalar fassiyasi nomi bilan ataladi. Fassial g'iloflar bo'shashgan zich tolali biriktiruvchi to'qimadan iborat hisoblanib, shuning uchun ular juda bardoshli va mushaklarning qisqarishi paytida mexanik cho'zilishlari mukammal qarshilik ko'rsatadi. Buyuk rus jarrohi va anatomi Pirogov fassiyani tananing yumshoq skeleti deb atagan. Katta yoshdagi skelet mushaklari butun tana vaznining 40% tashkil qiladi. Ya'ni tug'ilgan chaqaloq va bolalarda mushaklar tana vaznining 20-25% dan ko'p bo'lmagan qismini tashkil qiladi. Keksa yoshdagi esa mushak massasining tana vaznining 25-30% gacha asta-sekin kamayishi kuzatiladi. Inson tanasining 600 kg-ga yaqin skelet mushaklari mavjud hisoblanadi. Mushak shaklining oddiy shakli shpindel mushaklari unda qalinlashgan o'rta qismi ajralib turadi. Qorin va ikkita uchi, ularning yuqori qismi odatda boshlanishi mushakning sobit nuqtasi, ya'ni pastki qismi esa biriktirma mushakning harakatlantiruvchi nuqtasi hisoblanadi. Siqilish natijasida mushak
mushak qisqaradi va uni harakatlanuvchi nuqtasi sobit joyga yaqinlashadi. Tanada mushakni boshlang'ich sifatida qabul qilish odat tusiga kirgan hisoblanib, uni umurtqa pog'onasiga yaqinroq qismi, oyoqlarda mushaklarning boshlanishi tananing eng yaqin bo'lgan qismidir. Uzun, keng va qisqa mushaklarni farqlang. Uzun mushaklar asosan oyoq-qo'llarda joylashgan bo'lib, bu yerda harakat ko'p bo'ladi. Orqaning chuqur mushaklari orasida ayniqsa ko'plab qisqa mushaklar mavjud. Keng mushaklar torsoda joylashgan hisoblanib, ko'krak, qorin va orqada joylashgan hisoblanadi. Oddiy mushaklar bilan bir qatorda murakkablari ham bor. 2 boshli, 3 boshli va 4 boshli tishli boshqalar mushaklar ham mavjud. Mushak to'plamlarining tendon qismida nisbatan joylashishni o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq holda 1-2 va ko'p qatli muskullar ajralib turadi. Mushaklar bo'g'inni, ba'zan esa 2 yoki undan ortiq bo'g'inlarni tashlab, ularda harakat qiladi. Misol uchun, brakialis mushaklari old tomondan tirsak bo'g'imi ustida tashlanadi va qisqarganda bilakning bukilishiga olib keladi. Shunday qilib, bu mushak fleksorlarga tegishli. Qo'l orqada harakatlanadi. Qarama-qarshi joylashgan yelkaning trapez mushaklari tomonidan to'g'rilanadi. U ekstrasensorlarga tegishli hisoblanib, oyoq-qo'llarni tanadan uzoqlashtiradigan muskullar o'g'irlovchilari deb ataladi. Adduktor mushaklarning antagonistlari qo'lni tanaga bosadigan mushaklar, ya'ni qo'shimchalar, shuningdek tanani ma'lum qismini bosh, yelka, bilak aylantirish uchun mushaklar, rotatorlar mavjud. Mushaklar hech qachon bir vaqtning o'zida qisqarmaydi, ular doim guruhlarda ishlaydi. Xuddi shu harakatni bajaradigan mushaklar singrestlar deyilib, har bir mushakning harakati faqat antagonistik mushaklarning bir vaqtning o'zida boshlashi bilan sodir bo'ladi. Bu mustahkamlik mushaklarning koordinatsiyasi deb atalib, yurish kabi murakkab harakatlarda ko'plab mushaklar guruhlarini o'z ichiga oladi. Ikkala oyoq va magistral mushaklarning qisqarishi va bo'shashishi muvofiqlashtirish kerak hisoblanadi. Shu bilan birga mushak guruhlarining qisqarishi va bo'shashishi ma'lum bir tartib kerakli kuch bilan sodir bo'ladi va shu bilan harakatlarni silliqligiga erishiladi. Shuning uchun yurishni o'rganadi. Sekin-sekin va uzoq jarayon ekanligi ajralib turadi. Harakatlarni muvofiqlashtirishda markaziy asab tizimi asosiy rol o'ynaydi. Ba'zi kasalliklarda asabiy nazorat yo'qolganda harakatlarning ham bir xilligi va silliqligi yo'qoladi va ular o'tkir, chayqalib ketadi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.